sonli qarindoshlar. Sharq Turkiston xabar agentligining xabarlar programmasini ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Tuanda tafsiliy mazmunlarni diqqatingizga sunamiz. Sharq Turkiston surgundi hukumatining tashqi ishlar bexatarlik ministri Salih Xudoyer apandi Sharq Turkistondagi ahvol dunyoning andishisidir dedi. ANI xabar to'rining 7 aprel kunidagi xabarda aytilishicha, Sharq Turkiston surgundi hukumatining tashqi ishlar ministri Salih Xudoyer apandi Cuma kuni Osiyo inson haqlari munbiri tarafidan o'rinlashtirilgan tor munozarasiga qatnashib, Osiyo davlatlaridagi ig'ir inson haqlari dafsanchiligi ustida to'xtaldi. Bu ahvolning dunyoning jiddiy andisi ekanligi va buni to'xtatish uchun darhol harakatga kelishning lozimligini ta'kidlab, Sharq Turkistondagi ahvol rayon xarakterlik masala bo'lib qolmasdan, balki yana xalqaro jamiyatning jiddiy diqqatini markazlashtirib, darhol harakat qo'llanishini talab qiladigan masaladir. Sharq Turkiston Osiyoning markaziga joylashgan, O'rta Osiyodagi 6000 yildan ortiq tarixga ega bo'lgan besilingan davlatdir. Baxtimizga qarshi bu meros 1974-yildan buyon tahdidga uchrab keldi. Manchu Ching xonadonligi Sharq Turkistonni 1876-yili ishg'ol qilib olgandan keyin Sharq Turkistonni o'ziga qo'shib oldi va mustamlaka qilinganligini tushuntiradigan yangi yer ma'nosida keladigan Xinjiang degan nom bilan atadi. Qandaqla bo'lmasin, Sharq Turkiston xalqi Sharq Turkiston mustaqilligini asliga keltirish ko'rishidan voz ketgani yo'q dedi. Bo'libmi Xitoyning 70 yildan ortiq vaqtdan buyon Sharq Turkistonda mustamlaka, irqiy qirg'inchilik, Osmon-Osiyo harakati olib borganligini alohida ta'kidlab, o'tgan 74 yilda Xitoy Sharq Turkistonda ishg'ol, irqiy qirg'inchilik, mustamlaka harakati olib bordi. Irqiy qirg'inchilik qalaymaqon tutqun qilish, tibbiy sinoq olib berish, miya yuyish, tug'mas qilib etish, bosqinchilik qilish, qiynash, organlarini sug'urib olish, qo'l qilish qatorliq vahshiy harakatlar orqali olib berilmoqda. Şu an milyonlagan insonlarimiz tutib turish markazlariga qamalgan bo'lsa, milyonlagan insonlarimiz bo'lginchilik jinoyati bilan qaralanib, turmalarga solandi dedi. U yana 800 ming Uyg'ur va boshqa turk bolalarining oilasidan majburiy ayirib etilganligini aytib, 890 ming bolalarimiz oilasidan majburiy ayirib etilib, davlat qo'llagan qurilishlar va markazlik yig'ib olish o'rinlariga o'rinlashtirilib, kimligi yo'qotilib, osmonasiya qilinmoqda va sodiq Xitoy fuqarosi qilib yetishtirilmoqda dedi. Sharq Turkiston surgundi hukumatining tashqi ishlar ministri Salih Xudoyer Xitoyning Sharq Turkistondagi masjid va ibodat so'rinlarini chaqib tashlaganligini va Sharq Turkistonda islom va boshqa dinlarga e'tiqod qilishning jinoyat hisoblanganligini aytib, baxtimizga qarshi bizning diniy va kultural kimligimiz qo'rshovda qoldi. 16 ming masjid va boshqa diniy o'rinlar vayron qilindi. Sharq Turkistonda islom dini va boshqa dinlarga e'tiqod qilish jinoyat hisoblanadi. Minglarcha diniy zotlarimiz va ziyolilarimiz diniy e'tiqodimizni, kulturimizni va tariximizni qo'g'daganlik uchun 15 yillik muddatli qamoq jazosidan boshlab umrlik qamoq jazosigacha hukm qilindi. Ramazon mezgilida Xitoy askarlari oilalarni chorlab va xalqning uylariga kirib, xalqning Ramazon tutishiga to'sqinlik bo'ldi dedi. Va xalqaro jamiyatning bu irqiy qirg'inchilikni to'xtatish uchun ahamiyatli harakat qo'llanmaganligini, bu ahvolning irqiy qirg'inchilikning jazosiz elib berilishiga yo'l ochganligini aytdi. Irqiy qirg'inchilikning faqat inson haqlari masalasi emasligini ta'kidlab, davom qilayotgan irqiy qirg'inchilikning manbasi Xitoyning Sharq Turkistonni ishg'ol qilib olishi va mustamlaka qilishidan iborat. Shunga Sharq Turkistonning mustaqilligini yangidan qo'lga keltirish xalqimizning inson haqlari, hurligi, diniy erkinligi va mavjudligini kafolatlantirishning birdan-bir yo'lidir, dedi. Tordagi munozaraga qatnashgan inson haqlari faoliyatchisi David Waynes Xitoy va Pokistondagi ahvolning Iroq va Liviyadagi ahvoldan nachar ekanligini aytdi. Global xabar to'ri 13 aprel kuni Sharq Turkiston surgundi hukumatining tashqi ishlar bexatarlik ministri Salih Xudoyerning Uyg'ur irqiy qirg'inchiligida o'ynagan roli tufaylidan g'arb shirkatlarining mas'uliyati surishti qilinishi kerak degan temadagi maqolasini e'lon qildi. Maqolada mundaq deyildi. Amerika Moliya ministri Janet Yellen yaqinda Kengash palatasida bergan guvohlik so'zida Bayden hukumati u yerdagi kishilik huquq dafsanchiligiga jazo yurgizishi kerak. Bu yerda Xitoyni xotirjam qilishga bo'lmaydi dedi.
Minister Yellen Bayden hökumətinin qo'lidagi qurollardan foydalanib, Sharq Turkiston xalqini qul qilishdan foyda olgan shirkatlarni qandoq jazolaydiganligi to'g'risida har qanday yetakchilikka ochiq ekanligini bayon qildi. Qisqasi, Xitoy Şinjan deb ataydigan ishg'ol qilingan xalqimning vatani bo'lgan Sharq Turkistonda tijorat qilayotgan barliq shirkatlar qulluqdan foyda olib qolmay, yana irqiy qirg'inchilikning aktiv vakolatchisi. Amerikaning Uyg'ur qirg'inchiligiga qatnashgan shirkatlarni irqiy qirg'inchilik jinoyatiga sherik deb tonishi va ittifoqdoshlarini bu irqiy qirg'inchilikqa qarshi turishga ilhomlantirishi intayin muhim. G'arb shirkatlarining atalmish Şinjan ishlab chiqarish va qurilish shirkati yoki Xitoy Kompartiyasi kontrolidagi Xitoyning davlat egiligidagi korxonalari bilan savdo ishlariga aralashishi qo'rqinchli bir ehtiyojni gavdalantirdi. Buning uchun xalqaro qonun qoidalarini kuchaytirish va bu kishilik huquq dafsanchiligini unumli hal qilish va uningga taqobil turish uchun puxta uzun muddatlik strategik kuch bilan ta'minlash talab qilinadi. Bu ahvol xalqaro qonun qoidalarini kuchaytirish va bu kishilik huquq dafsanchiligini unumli hal qilish, buningga taqobil turish uchun puxta uzun muddatlik strategiya qo'llanishda o'rtaq bir tirishchanlikni talab qiladi. Bu majburiyatning turtkisida Amerika Sharq Turkistondagi vahshiylikka chetishliq shirkatlarga o'xshash jazo yurgizish uchun ittifoqdoshlarini yig'ib, xalqaro tirishchanlikqa boshlamchilik qilishi kerak. Xalqaro ittifoqlik irqiy qirg'inchilik va qulluqdan naf olganlarni ayblash va jazolashda intayin muhim. Amerika kishilik huquq va'dasida turadigan davlatlar bilan ittifoqdoshlik munosabatini o'rnatish orqali dunyoga bu xil dafsanchiliklarga dunyo miqyosida o'rin berilmaydiganligi va ko'z yumishqa bo'lmaydiganlikdan iborat aniq va kuchli uchur yo'llash orqali ta'sir kuchini ko'rinarli oshira oladi. Uyg'ur qulluqi va irqiy qirg'inchiligining foydasi bilan Xitoy davlati o'rtasidagi cho'nqur bog'lanish Xitoy hukumatining iqtisodiy amaliy kuchi va O'rta Osiyo, Janubiy Osiyo va O'rta Sharqdagi nufuzini kuchaytirdi. Xitoyning ortgan nufuzi hukumatlarni Sharq Turkiston diaspora a'zolarini chegaradan qo'g'lab chiqarishga, xalqimizning azob-uqubatlarini texmo og'irlashtirish uchun xizmat qiladi. Sharq Turkistonning Xitoy tarafidan davomli mustamlaka qilinishi va ishg'ol qilinishi Uyg'ur va boshqa turk xalqlarining iqtisodiy jihatda ekspluatatsiya qilinishi va zulmini oshirdi. Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlarni tutqun qilib qul qilish, kulturi, tili va dinini yo'q qilish, Uyg'ur va boshqa turk xalqlarini assimilyatsiya qilish bilan birlikda irqiy qirg'inchilik yurgizish hisoblanadi. Bir Xitoy kulturi badaliga Uyg'ur va boshqa turk kimligini bostirib yo'qotish uchun bo'shashmay tirishish Xitoy hukumatining Sharq Turkistondagi fasist jahongirlik orzusini oshkorladi. Bu yomon g'arazlik vositalar orqali iqtisodiy kuchning to'planishi Xitoyning xalqaro munosabatdagi hukmronlik qilishiga va demokratik prinsip va qoidalarga buzg'unchilik qilishiga qulaylik yaratadigan dunyoviy tahdid paydo qiladi. Sharq Turkistondagi vahshiylik va buningga sharoit yaratgan iqtisodiy ekspluatatsiyaga sal qarashga bo'lmaydi. Bayden hukumatining kishilik huquq dafsanchiligini jazolash va'dasi Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilikdan nafga erishgan shirkatlarga qarata konkret harakatlarga yo'l ochishi kerak. Bu qaratmalik turda jazo yurgizish, mol-mulklarni to'ntirish va boshqa jazo tadbirlarini qo'llanishni o'z ichiga oladi. Uning ustiga Amerika irqiy qirg'inchilikdan foyda oladigan shirkatlarga bexatar panoh joy qo'ymasligi, bu masalani hal qiladigan atrofliq ko'p taraflama strategiyani taraqqiy qildirish uchun ittifoqdoshlari bilan hamkorlashishi kerak. Shirkat mas'uliyatini tengshaydigan xalqaro o'lcham va qonunlarni tuzish intayin muhim. Xalqaro jamiyat to'qinish rayonlaridagi korxona harakatiga oid aniq ko'rsatmalarni tuzib chiqib, davlat tavalligi yoki ig'dorchilik huquqining qandoq bo'lishidan qat'iy nazar kishilik huquqqa daxl-taruz qilgan yoki bundan foyda oladigan shirkatlarga qonuniy harakat yurgizib, natija qo'lga keltirishi kerak. Amerika va uning ittifoqdoshlari Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilikqa chetishliq shirkatlarga qarata keskin tadbir qo'llanish orqali bu xil vahshiylikka yo'l qo'ymaydiganligiga aloqador kuchli uchur berishi kerak. Bu pozitsiya kishilik huquq va adolatni ilgari surish va yer sharining muqimligi, bexatarligini qo'g'dashda intayin muhim. Xalqaro jamiyat irqiy qirg'inchilik va qulluqqa qarshi ittifoqlashib, qilmish sodir qiluvchilar va foyda oluvchilarning javobgarligini surishti qilishi kerak. Sharq Turkistondagi zulmga qarshi turish ko'rishi o'rtaq tirishishni talab qiladi. Yevropa ittifoqi yer sharidagi asosliq rolchi bo'lish sifati bilan bu ig'ir ziyonkashliklarga chetishliq shirkatlarga qarata keskin tadbir qo'llanishi kerak. Kishilik huquq, demokratiya va qonun bilan idora qilish qatorliq qimmat qarashlarni Amerika bilan o'rtoqlashadigan Yevropa ittifoqi
Şərqi Türkistandakı irqiy qırğınçılıqdan payda alğan şirketlərini ayıplaş və cəzalaşda özünün siyasətini Amerikanın siyasəti bilan moslashtirishi kerak. Bu xil moslashish və bu tədbirlərning unumini oshirish Uyğur xalqi bilan bo'lgan kuchlik ittifoqlikni ifodalaydi. Ministr Yellen mushu ayning 5-dagi ziyorat jarayonida Xitoy rahbarlari bilan ko'rishganda u va Amerikaga vakolatan Xitoydagi rasmiy ziyoratda so'z qilganlar Xitoydagi kishilik huquq dafsanchiligini ayblashdan boshqa ishlarni qilishi kerak. Ministr Yellen Xitoydagi ta'minlash bolluqi, uning dunyodagi iqtisodiy va ishchilarga elib keladigan ziyinini tilga olib yaxshi qilgan bo'lsa-mu, dunyo rahbarlari texim ko'p ishlarni qilishi kerak. Ministr Yellen Xitoyning bundaq arzon ishlab chiqarishni qandoq qo'lga keltirganligini tilga olib, texmi cho'nqirlab kirolmadi. Ular ya'ni hukumat to'liqlamasiga munosabatlik yer shari savdo qoidasiga xiloflik qilib, irqiy qirg'inchilik, qul emgakiga tayingan davlat korxonalari orqali amalga oshirdi. Xitoyning tijorat ortiqi Sharq Turkiston xalqining qul emgakiga bog'liq. Bu rəhimsizliklərinin qattiqligini G'arb rahbarlari Xitoyni ziyorat qilganda yuqori ovozda tilga elishi, jinoyatchilar cho'qim jazolanishi kerak. Dunyo rahbarlari cho'qim bu dahshatdan foyda oladigan barliq shirkatlarni tonishi, bu shirkatlardan hisob so'rashi kerak. Ogohlantirish va ibrat berishdan boshqa buni qilish huquqiga ega kishilar tomonidan shirkatlarning hammasi javobgarlikka tortilishi kerak. Dünya kuzatyotidi. Bizning kollektiv harakatimiz tarix tarafidan sotqa tortildi deyildi. Kanada tashqi ishlar ministri Xitoyga yiriklashgan munosabatni yaxshilash uchun vakil avatdi ekan. Baronis xabar torining 15-aprel kunidagi xabariga qaraganda, Kanadaning tashqi ishlar ministri Melanie Jolie Beijing bilan bo'lgan munosabatning nacharlashishiga xotim berish uchun yordamchisini avatadiganligini aytgan. Oldimizdagi kunlarda o'tkaziladiganligi mo'ljallangan bu safarning vaqti texi e'lon qilinmagan. 2018 yili 12-oyda Amerikaning buyrug'i bilan Vankouverda Xitoyning yuqori darajalik boshqaruvchisining qo'lga olinishi va Beijingning josuslik jinoyati bilan ikki kanadalikni nazarband qilishi munosabatni yiriklashtirgan. Xitoyning 2019 va 2021-yillardagi Kanada saylamiga aralashganligi to'g'risidagi ayblashlar sababidan munosabat jiddiylashgan. Kanadadagi ommaviy tekshirish hozir Beijing rad qilgan bu ayblashlarni o'ylashmoqda ekan. O'tgan yili Jolie hokimiyat beshidagi kompartiyani va a'zolarini ochiq-oshkora tanqid qilgan Kanada o'qitichi parlament a'zosini nishonlagan deb ayblangan Xitoy diplomatini chegirdan qo'g'lab chiqargan. Jolie 2021-yili tashqi ishlar ministrlik vazifasini topshirib olgandan keyin Xitoyga berib boqmagan, ammo u 2-oydagi Myunxen bexatarlik yig'ini arafasida Xitoy mansabdoshi Wang Yi bilan ko'rishgan. Jolie ayni vaqtda Xitoy bilan amaliy diplomatiyani yo'lga qo'yish kerakligini o'ttirg'a qo'ygan. Shuning bilan bir vaqtda Wang bayonotida Xitoy-Kanada munosabatini yaxshilash ikki davlatning yadroliq manfaati degan. Sharq Turkiston surgunda hukumatining tashqi ishlar ministri Salih Xudoyor buningga ijtimoiy axborot suhbati X'da inkas qaytirib, Ottawaning Xitoy bilan bo'lgan aloqani normallashtirish ustida izlanishi xato. Bo'libmi Beijing Kanada va Kanada aholilarini nishon qilgan josuslik va davlat xalqiga bostirishni kuchaytiryotidi. Xitoyni rozi qilish orqali Trudeau hukumati Kanadaning qimmat qarashiga buzg'unchilik qilib qolmay, yana Xitoy ishg'ol qilib olgan Sharq Turkistonda davomlashayotgan Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini qo'llaydi dedi. Demasan jon bergan vatan qiynadı. Abduri Sarvi. Demasan jon bergan vatan qiynadı. Vatanni ruhimning qitiga oldim. Ruhim u beyishga tutashgan janga. Kiydirgan beshimga shahona tojim. Ketsimu qo'limdan so'ygan tuproqim. Vatanim manguga mening. Mangala taliq u bebaho taxtim. Chunki u azaldan meningla haqqim. Haq uchun jon berdim, haq uchun ketdim. Qon kechish u nima so'ra meningdan. Shahidlik u nima o'ygan meningdan. Men qisos xanjari, men etilgan o'q. Düşmanning ko'ksini izda meningdan. Vatan uchun jon bermak naqadar huzur. Bilivol tabassum qatqan yuzimdan. Vatanga oshiqlik qandoq bir savdo. Ko'rivol sen ochiq ketgan ko'zimdan.
Әң улуг сөйгіні тапымән десәң, кәл әрәм баққа, кәлгін манасқа, іздеген шу ерді қалған үзімдің, бейіштін чыққандек хушбуй бір пұрақ, тарайды қанларым сіңген тұпрақтың. Бүгінгі xabarlarimiz bu yerda oxirlashdi. Bizga vaqt ayirganingiz uchun ko'pdan-ko'p rahmat. Kelar qatimki programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.